Assalomu alaykum o'zbegim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Yaxshi joyga keldik. Yaxshi joyda ajoyib uyni ko'ramiz. Tabiatda joylashgan trassani ustida joylashgan katta posyolkani chekasidagi alohida turgan, xutur bo'lib turgan mana shu uy hovlini ko'ramiz. Tavsiya beradigan uy hovli. Rasman yeri ko'p katta emas. Mana reshotka bilan o'ralgan. Mana shu taxminan 15-20 sotik yer mana shunaqa reshotka bilan o'ralgan. Lekin chekada turgani uchun, posyolkaning chekasida turgani uchun mana atrofi mana bundaqa bo'sh mol qilgani, mana naryoqlarga ketganini qaranglar. O't xashak ko'p. Ferma qilmaysiz albatta. Boyagi lekin 5 ta, 10 ta qo'y, mol deganday, parranda deganday narsalarni bemalol ushlab, bundaqa chiroyli огород qilib yashagan sharoit juda ajoyib. Marhamat qilasizlar. Mana dub daraxti ko'p ekan bu yerda. Bahaybat, dubni bilasizlar-a? Pushkin "На дубе сидит Том" degan she'rlari bor-ku. "На дубе Том". Yonboshda lekin mana bunaqa ikkita mana kichkina uycha ham bor. Buni qandaydir kampirlar kelib dacha qilib ishlatadilar ekan. Mana bu bittasi va nariroqda yana bitta bor ekan. Lekin bizniki mana bu eng chekada turgan mana shu go'zal uy. Hozir aylanamiz. Albatta yaxshilab joylashib olinglar. Bitta choy damlanglar azizlarim. Like bosinglar. Like bosib qo'yinglar. Ey azizlarim. Millatimni yaxshi ko'raman. Hech kim eshitmasin-ki. Xo'sh, qo'shnilarimiz ham albatta. Like bosing. Yangi kirganlarning obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlaringizdan bo'lsinglar, ko'pchilik ko'rsin. Orttiringlar. Mana shunday go'zal. Men reklama emas-da bu. Boyagi maqsad pul ishlash emas. Birinchi navbatda sizlarga hurmatim, izzatim, millatimga, xalqimga. Mana shu bu ham hovlilarni ketyapti davomi. Hovli katta. Endi takrorlayman. Pskov oblasining Loknya shaharchasidan Великий Лукиga qarab ketishda trassani ustida joylashgan Kristilova degan katta posyolka. Bilib qo'yinglar, maktab bor, vokzal bor. Mana shu uyimizdan 7 minut piyoda vokzalgacha yo'l. 7 minutda piyoda vokzalgacha borasiz ekan. Yo mashinadami ekan? Ishqilib yo shu yerda yaqin ekan. 7 minut dedi. Bu yerdan avtobus ham qatnaydi. Великий Луки deysizmi, Sankt-Peterburg deysizmi, Pskov deysizmi, trassani ustida. Mana lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'ymaysizlar, ko'ringlar o'tib. Mana endi bismillah deb hovliga kirsak. Hovliga kiramiz azizlarim. Mana reshotkani ochamiz. Salkam odam bo'yi, katta reshotka, katta kalitka. Haligi nima deydi? Mikroklimati yoqimli. Shu kelganimdan kelayotganimda nimani ko'raman ekan deb o'ylanib kelgandim. Lekin kelib hozir biroz aylanganimdan keyin his etyapman. Mikroklimati, iqlim deb shu mikroklimatda aytsa kerak-da. Fayz his etyapman. Endi yana qaytarimni takrorlayman. Reklama emas. Men sizlarga o'zimni hissiyotimni aytib o'tyapman xolos. Uyda tashqaridan ko'rganimizda kichkinadek tuyuldi, lekin mana bu yoniga yaqinlashganimizda kichkina emas. Shuning uchun ana endi mana bu uyga kirsak, chirdagi bor ekan, mana eshikchasi ko'rinib turibdi. Chirdagim past emas. Uy yaxshi turibdi, uy tekis turibdi, fundamenti bor. Hali kirganim yo'q azizlarim. Birga kiramiz bismillah deb. Svetam yoniq ekan, bu yerda qo'ng'irog'i ham bor ekan. Oho. Bismillah, oho. Kirmagan edim. Chiroyligina. Mana krelso. Kutilmaganday ichkarisidan judagina yaxshi ekan, nima qilinglar. Pollar tip-tekis, bunda katta lavka bor. Mana derizdan hovlingiz ko'rinadi. Aylanmasi. Xo'sh, endi mana bu veranda bo'lsa kerak ekan, bismillah deb ko'ramiz-da. Mana shunaqa. А вот где я стою, это верандная часть, да, lekin istilgan o'xshamash kirgan joyim. Pol biroz qiyshiq albatta. Kerak bo'lsa tekisda olinadi. Qiyshiq deb o'rgat. Siltanib piltanmagan, lekin biroz egilgan. Mana shu biroz pastda degan.
Naryoqqa qaraganda biroz tashagan. Вот я сейчас ставлю, это верандная часть же вот эту вот длину. Это пристройка как бы. Но мне кажется, она утеплена или нет. Не знаю. Ну раз у них кухня вот здесь, я смотрю. Я не хозяин. Я тоже не знаю. Конечно, раскуп. Но мне что-то кажется. Вот кухня здесь. Плиталар bor. Qoladi degan. Gaz plita, elektroplita deganda. Mana shunaqa. Kirganda mana shunaqa kuxnachada, oshxonacha. Kirganda mana shunaqa oshxonacha. Gaz balon albatta. Mana nariyoqqa ko'chaga chiqqan ekan, demak ko'chada yashik bo'lishi kerak. Mana bu verandaning davomi. Mana bu beri 3 ta xolding. Nima qiladi buncha xolding? Mana shunaqa веранда. Веранда deymiz endi. Что-то замыкает у вас. А вот где-то замыкает у вас, не знаю. Может, рубильнику надо покречь там. Нет, это свет отключили. Не, вот, Нет, свет отключили, видите, счетчик не не работает. мигало. Ну, счетчик вы нажмите. Счетчик не работает. Там Выбило просто? Не, там делают нас, линию обрезают. И Есть, смотри. отключают. Degan qanchalar ko'rinyapti azizlar. Счетчик. Xullas mana shunaqa veranda ustaxonamiz. 3 ta xolinlik nima qiladi ekan, xayrolsin. Mayli. 3 ta xolinlikda ham yerda mo'ykasi ham bor ekan. Kuxnyada. Aytgancha mo'ykaga tashqarida olib o'tib hovuzni ko'ramiz. Katta hovuzlar mo'ykadan hovuzdan mo'ykaga nasos bilan suv o'tkazilgan. Так. Так, значит, где-то что-то надо включать, да? Насос Вода не на течет. чердаке. А, насос, Насос стоит на на чердаке, на да. чердаке. Насос включаешься, вода подается Hani на чердак. насос chiqsin. Вода Hadi подается на чердак, и qilsak. сюда потом. Так, pol mahkam, o'ng tomonda qolgan mikrovolnovka, 3 ta deraza, chap tomonda. Туда и трубы водяные идут с чердака туда. То есть здесь нужен все равно мужчина быть. Чтобы Ну да, да. Erkak kishi. родной быть Pechka, справился. pechka ko'rinishdan chiroyli. Pechka так на вид симпатичная, работая, надеюсь, рабочая, надеюсь. Печка русскую не топили, они только плиту топили. лежали. Stol, tumbichkalar bor. Bitta divan. Ko'rinyapmizlar, svet o'chib qoldi-ku, lekin menimcha ko'rinayotganga o'xshaydi. Так, Всех забрали. xo'sh, mana ko'rdilarmi? Всех забрали. Taxminan qancha bo'lsa, kengligi Лишних. 2,5 bo'lsa, uzunligi bir 5 metrdan shunaqa. Вот какая Mana shunaqa. от этого всего. Bitta xona va mana endi katta xonasiga kirsak, oho, uncha qo'llar boya pechka. Mana bu pechka Вместе с juda тем, bahaybat ekan bu uyni. такие Qizitib olish kerak mana. неформальные. Mana shu xona pullar tep-tekis. Bu yerda mana bitta kravat bor. Tumbichka shkaf, televizor, bilmayman ishlaydimi yo'qmi. Mana bu yerda yana bitta kravat. Yana bitta kravat. Bunaqa sovetskiy shkaf, yana bitta kravat. Bu chivandonlarni olib ketsa kerak endi. Mana bu yerda yana bitta shkaf. Xullas. А с подвалом у нас что? Подвал, там его никто не открывал. Мы А есть он? А? Есть он подвал? Подвал есть, да. Вот здесь маленький подвальчик есть. И там. Там мы попробовали открыть никак. А да. Xullas qandaydir podvallar bor ekan, ko'p mana bitta elektr Да, korpus. завесен. Как бы Просто подвал ko'plardan сухой, kirmaganlar подвал uchun сухой, как бы дом стоит на фундаменте. ochmoqchiman, uni ko'targanim yo'q deydi, nargisini ochaman deydi. Xullas, menga uy yoqdi. Menga uy yoqyapti, hozircha yoqyapti azizlarim. Endi sayohatni davom etaman. Kriltsosi ajoyib ekan. Biram haligi nima deydi? Nima yaxshi qandaydir haligi. Klima, mikroklimati yaxshi tuyulyapti menga. Ya assalomu alaykum, go'zal hovli. Xutur bo'lib trassani ustidagi qishloqda xutur bo'lib turgan mana shu uy. Mana shu hovli. Assalomu alaykum. Qani aylanamiz endi azizlarim. Xo'sh, mana uydan chiqdik azizlarim. Uydan chiqdikda chap tomonga shunday burilsak, mana shunday chap tomonga o'tamiz-da. Mana bu kalitkani ochamiz. Marhamat qilasizlar, o'tlarni o'rib qo'ygan ekan, lekin mana grядка nima bo'ladi o'zbek tilida? Polmi? Pol. Pollar qilingan, lekin ekin yo'q. Egasi Sankt-Peterburgda yashaydi ekan. Bilmadim nimaga. Endi sotuvga chiqarganda mana qaranglar. Aylanmasi
o'ralgan. Mana reshetka bilan o'ralgan. Orqasi esa mana bog'. Sovxozni bog'i. Mana ko'rib turganingizdek, bemalol mevasini olib yesalaring bo'ladi deyapti. Mana hovli. 15 sotik deyilgan endi. Narigi bilan qo'shib bir 20 larga o'xshayapti. Mana uyni ko'rinishi, mana hovli tarafdan ko'rinishi. Ko'chadan qaraganimda uy ko'p kattaga o'xshamadi. Mana shu katta daraxtlar bilan o'ralgan hisobiga bo'lsa keraksa, unga katta ko'rinmadi hovli. Lekin uy deyman, uy ko'p katta ko'rinmadi tashqaridan. Ichkaridan esa hovli tarafdan qarasam kattagina uy ekan. Tomi ham baland, butun, fundamenti bor. Mana podvaldan ventilyatsiya ham bor ekan. Xullas yaxshi uy. Puliga arziydimi yo'qmi, keyin o'zlaring baho berasizlar. Mana fundament plashatka. Qani endi mana bu saraychalarni ko'raylikchi. Oho. Xullas bu saroy. Mana bu opa. Bunday qilib turib, odam ish yashamagandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Biroz eshik o'tirib qo'ygan, mana bunaqa saroy. Yaxshigina maydon ham kichkina. Bu haligi molxona bu, chunki qaranglar, haligindan bolalardan qurilgan. Poli ham yog'och, bu yaxshigina molxona bo'ladi ekan. Bu yerda mol ishlasa bo'ladi. Va mana bunaqa buni ochmadi. Mana bu o'tirib qolgan. Bu ham bolalardan qurilgan. Bu endi pastligi uchun bilmadim, bu qo'yib-qo'ymi, bu tovuqxonami qilsa bo'ladi-da. Endi mana bu tomoniga qarasak, mana bu tomoniga bu yerda ham kalitka. Mana kalitkani ochamiz-da. Mana uyda bu tomondan ko'rinishi, mana veranda. Mana ko'cha. Va mana bunaqa hovlini bu tomondan. Boya narigi tomonda turgandik. Uy katta. Tashqaridan uy katta. Xo'sh, endi orqa hovliga o'tsak, bismillah deb. Orqa hovlida mana havuz, saraylar va hammom bor. Mana endi bu hovlini ko'rdik. Uyni ko'rdik. Mana hovlining ikkinchi yarmiga mana shunday o'tsakda. Mana bunaqa saraychalar. Mana shunday qarang. Svetim bor ekan. Mana shunaqa saraycha. Oho, kazol. O'tin qilgan. Kazol hattoki pollari ham plitka ekan. Saraychani. Kichkinagina хозяйственный. Они сажали. Yana bitta. Tashqaridan kichkina ko'rinsa, bu ham kattagina masjidga ekan, odam bo'yi. Svetim bor ekan. Ustaxona. Здесь все хозяйство остается же, наверное, да? Что-то yo'q endi shunday ham. Что? Все остается, да, здесь? Не знаю, наверное, что-то будут забирать все равно. А зачем ей? Столько денег хочет. Вот, не знаю. А забирать будет, да? Ну да, жадная. Жадная тетенька. Машина сарай. Endi bu tomonga o'tsak. Mana azizlarim. Mana go'zallik. Mana atrof o'rmon. Mana bu havuzni ko'rib qo'yinglar. Bunchalik havuzni yaxshi ko'rmasam axir. Mana qaranglar. Aylanmasi, mana hovli o'ralgan. Aylanmasi o'ralgan. Mana havuzni bilmadim, buni maydoni qancha bo'lsa 10 metrga bir 20 metrlar bo'lsa
Bilmiyorum, bu kamida bir 3 sotikda bu havuzning shu ko'rinishi. 3 sotikdan ortiq hattoki maydon. Xo'sh, endi hammom. Maqtagan hammomni ko'raylik. Mana bu yerda ko'prikcha. А это вот что? Это вода затекает или утекает? Это вытекает, наоборот. Вытекает? А здесь что, родники есть, что ли? Не знаю, оно не высыхает, оно это просто. Buloq bo'lishi kerak. Чистить надо, она вот... А ниоткуда не затекает? Нет, она просто так стоит. Как А почему вытекает она? Текет сюда, как подается вода. Вот, внутри, наверное, откуда-то. Ну, все-таки родник получается. Да, получается родник. Xullas endi mana shu qo'shnisi bilan xulosamiz. А это Mana bu yerda qarang, mana oqib chiqyapti. Kamgina bo'lsa mana oqyapti ana. Mana ariqcha oqib ketyapti mana yoq o'rmonning ichiga. Aytgancha mana hovlining orqasi ana shu tomon narigi tomonda kolxozning bog'i ekan. Olmazor, sliva, qoroli va hokazo mevalar o'sadi ekan. Xullas endi mana bu ko'rinishdan chiroyli mana bu hammomni ko'raylik mana. Ko'rinishdan yangiga o'xshayapti. Mana fundamenti bor. Там света нет, не знаю, посмотришь, там видно. свет не отключен только что. А света нету? Нет, свет А- есть, отключен просто. Отключен. А там видно что? Подсветить нечем? Да, телефон. Она может, красивая, телефон ну, может давайте. светить. Ana kirishimiz Свет есть там? Фонарик. Anaqa. Так. Qanchadir ko'rinyapti o'zlarim. Не светит, то Ну, предбанник. Pullarim qarang, tep-tekis, mahkam pul. Mana bu yerda. А вот здесь вода подается из havuzdan hammomga насос tashlangan. Mana Подается, стоит hammomdan насос, стоит у него котел наверху mana на доме, на чердаке. Из дома подается mana вода. havuzdan посуда suvdan там. mashinka ham qoladi ekan. И вода сюда O'sha подается. maydachilar endi mana hammomning asosiy qismi. Mana shunday kirsak, mana pechka. Pechkasi yaxshi, pullari ham tuzuk joyida. Xullas, shunday kirasida 3-4 tadan bemalol yuvinsa bo'ladi ekan. Polkalar ham bor. Xullas, menga yoqdi hammom 5 baho. Mana eshiklari ham yangigina ekan. Банька у них не старая, но недавно ставили ее. Hammomning orqasi ham mana kerak bo'lsa. Mana bu yerdan o'tni o'rasida mana bu o'tlar, atrofda o't ko'p. Xutur bo'lib turgan, alohida turgan uy. Alohida turgan uy. Ana endi ko'chaga chiqsak-da. Xullas, yana bir takrorlayman. Великий Луки Sankt-Peterburg trassasida joylashgan. Kristilova degan katta qishloq, posyolka, hattoki posyolka. Hozir posyolka shunday kesib trassadan, shunday kesib shunday posyolkani kesib o'tdikda, shunday yo'l, temir yo'lni yoqasida biz. Mana shu yerdan temir yo'l taxminan 100 metrlar bu yerdan. 100-150 metr atrofida. Shunday kesib o'tdikda, temir yo'l bor. JD stansiya bor. 7 minutlik yo'l ekan. Bu uyimizdan 7 minutlik piyoda JD stansiya, temir yo'l stansiyasi bor. Xo'sh. Sankt-Peterburg boyaga aytganimda Великий Лукиga har kuni poyezd qatnaydi. Mana shu Kristilovadan o'tadi. Posyolkada maktab bor, magazinlar bor, vokzal. Xo'sh, Loknya shaharchasidan 10 kilometr. Mana qaranglar. Mana hovlimizni mana to'g'raydi. Mana yerlar yana. Mana bu qo'shnimiz ikkita mana bunaqa kichkina dachalar bor ekan bu atrofda, lekin katta hovli, mana bunaqa chiroyli hovli bo'lgan, faqat mana shu bizniki bo'ladi. Xo'sh, ajlar, menga uy yoqdi. Sizlar o'zlaringiz fikrlaringni yozib qoldiringlar albatta. Mana buni dubni qaranglar. Oho, mana bu boya ko'rmagan ekanman. Dubmisan, dub. Ajoyib katta daraxtlar bor ekan. Kirib kelgan yo'limizni ko'rsatayin sizlarga. Mana mashina kirib keldim. Sizga tushunarli bo'lishi uchun. Mana bu yonimizdagi dacha qilib ishlatadi deydi, endi ko'p ishlatadigan o'xshamayapti ham endi. Mana bu bizniki esa. Mana bu o'tlari ham o'rilgan, mevali daraxtlar,
hovli aylanmasi mana reshetka bilan o'ralgan. Ya buni endi dacha qilib, ya bu uy tamom bo'lgan ekan. Buni ishlatmaydi hech kim. Lekin orqada o'tlari o'rilgan ekan. O'tlari o'rilgan. Mana buni yo'l bilan 300-400 metr o'tib Kristilo posyolkasiga kirib boramiz. Chekkada turibdi dedim-ku. Mana bu tomonda esa 100-200 metrdan keyin temir yo'l o'tgan. Mana shu bizning hovli. Ba'zilari Bahodir aka tabiatni pishirib yeymizmi? Qayerda ishlaymiz deydi. Boya aytdim, takrorlayman. Birinchidan bu yerda agar yashab, misol uchun tirikchilik qilib, mana shu xo'jalik bilan yashayman desa, VNJsi bo'lish kerak yoki grajdanstvosi bo'lish kerak. Endi hamyurtlarimizda bor bu. Yoki bo'lmasam ishlashlaring kerak bo'lsa, mehnat muhojirlari bo'lsalaring, mana bu yo'l, naryoqda yana bitta dacha bor deyapti, men o'tganim yo'q. Mehnat muhojirlari esa bu yerda yashab, oilasi misol uchun turmush o'rtog'i xo'jalik bilan shug'ullansa, erkak kishisi esa mashinaga o'tirib yo Kristiloda bironta ish topilar, atrofda Pilorama, Rossiyada Pilorama bilan firmalar ko'p. Yo Pilorama yo firmada ishlasa bo'ladi. Yo bo'lmasam Lokniya shaharchasida aytganman. Boya aytib o'tdim, 10 kilometr. Lokniyaga qatnab ishlasa bo'ladi shaharchada. Ish ko'p. Xo'sh, azizlarim, qadrdonlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, eng qiziq joyga keldik. Choyni ichib qo'ygan bo'lsalaring, yana bittadan quyinglar-da endi. Eng qiziq joyda bittadan choy ichish kerak bo'ladi. Endi bu tabiatdan meni ketgim kelmayapti-da. Mana shunday joylar bizlarga nasib qilsa, men doim mehmonlaring bo'lib yuraman. Xudo xolasa. Xo'sh, men sizlarni bugun xursand qilaman, chunki 600 dan boshlagandi bu. Uy egasi 600 dan boshlagandi, meni bu narx biroz qo'rqitib turgandi. Hozir 500 ga ham tushirdik. Demoqchi bo'lganim, 500 ga ham men bozorda bilgan holda aytamanki, 500 ga ham arziydigan uy. 500 ming rublga arziydigan uy. Hozir savdolashib 450 ga tushirdim. Hattoki 500 ga tushirdim, 450 ga ham ko'nganday bo'lib turibdi. Xullas, mana shunday gaplar. Ishonarli qilib, men sizlarga 450 deyishim mumkin hozir. Endi 400 gacha olib boramizmi, yo'qmi? Endi o'zbekcha qilib bir harakat qilamiz. Qiyin masala, lekin harakat qilamiz. Xullas shunday. 450 hammamizga ham nasib qilsin. Mana shunday yo'lning ustida, Sankt-Peterburg, Veliki Luki, Belarusiyani trassasi ustida joylashgan katta derevnyani chekkasida xutur bo'lib turgan joy, azizlarim. Telegramga o'tib, bitta yozinglar, gaplashamiz. Ko'rishguncha.